Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Bugun sizlar bilan ugri kasalligi nima sababdan kelib chiqadi va buni qanaqa davolash yo'llari bor bularni bugun sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, videomiz sizga juda manfaatli bo'ladi. Bu yerda siz o'zingizga kerakli bo'lgan barcha qiziqarli ma'lumotlarni olasiz. Tayyor bo'lsangiz, demak boshladik. Ugri ya'ni husnbuzar kasalligi o'zi nima? Ugri kasalligi bu teri ostidagi yog' bezlari faoliyatini haddan tashqari ko'p yog' ishlab chiqarish natijasida paydo bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu yerda hammamizning terimiz tagida mana shunaqa yog' bezlari bor. Bu yog' bezlari o'zidan doimiy ravishda yog' ishlab chiqarib turadi. Husnbuzar kasalligida bu yog' bezlari o'zidan haddan tashqari ko'p yog' ishlab chiqaradi va yog' ishlab chiqarish kanalchasining tepasida giperkeratoz, ya'ni keratin qavatlari to'planib qoladi va shuning natijasida yog' teridan tashqariga chiqishi qiyinlashadi va teri tagida to'planib qoladi. Mana shu to'planib qolgan yog'ga agar bakteriyalar qo'shilsa, ya'ni Propionibacterium acnes degan bakteriya qo'shilsa, o'sha yerda yallig'langan yiringli ugrilar paydo bo'ladi. Ugri kasalligi 4 xil darajada bo'ladi: yengil darajasi, o'rta darajasi, og'ir darajasi va o'ta og'ir darajasi. Yengil darajasida bitta ikkita go'sha mayda-mayda ugrilar paydo bo'ladi. O'rta darajada mana shunaqa ko'rinishdagi ugrilar paydo bo'ladi. Og'ir darajalarda o'sha kattaroq, yirikroq, tugunli ugrilar paydo bo'ladi. 4-daraja konglobatni forma deyiladi. Unda mana katta-katta yirik ugrilar paydo bo'ladi. Endi yog' bezlari nima sababdan ko'p yog' ishlab chiqaradi? Birinchi sabab bu yerda genetik moyillik bo'lishi kerak, ya'ni nasl. Agar avlodda biron-ikkita chiqqan bo'lsa, sizga ham chiqish ehtimoli bo'ladi. Sizda bu darajada emas, kamroq chiqqan bo'lsa, ota-onangizdami yoki amakilaringizdanmi, tog'alaringizda bo'lgan bo'lsa ham mana shu narsa rol o'ynaydi. Ba'zilar aytadi, "Meni naslimda hech kimda bo'lmagan." Undan oldingi avlodlarda bo'lgan bo'lsa yoki ba'zi vaqtda genlar o'zgaradi. Har nechadir pokoleniya mana shu narsa ham ugri chiqishiga sabab bo'ladi. Ya'ni genetik o'zgarish bo'lishi kerak. Ikkinchi sabab bu gormonlardan bo'ladi. Ya'ni jinsiy gormonlaringiz bir ko'tariladi, bir pasayadi, shu ham ta'sir qiladi. Undan tashqari gormon stress, ya'ni kortizol gormoni ko'paysa ham bu ham ugri chiqishini ko'payishiga sababchi bo'ladi. Uchinchi sabab bu triggerlar hisoblanadi, ya'ni qo'zg'atuvchi faktorlar. Birinchi qo'zg'atuvchi faktor bu noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni shirinlik, gazlik, fast food kabi narsalar yoki молочный narsalar yesangiz, bular hammasi insulina podobna faktor degan narsa bor, o'shani ko'paytiradi, qo'zg'atadi. Bu ham yog' bezlarini ko'proq ishlab chiqarishiga ta'sir qiladi. Yana bir sabab bu nikotin hisoblanadi, ya'ni chekuvchi odamlarda ham ugri chiqishi ko'proq hisoblanadi. Va uyqu buzilishlari, agar siz kech uxlayotgan bo'lsangiz, ya'ni 11 dan keyin soat 1, 2, 3 da uxlayotgan bo'lsangiz yoki ishingiz kechki smenada bo'layotgan bo'lsa, bu ham vaqt o'tgan sayin ugri chiqishni ko'payishiga sababchi bo'lishi mumkin. Endi mana shu sabablar bilan sizda ugri kasalligi chiqdi. Ko'pchilik ugri chiqqanda uni qisishga, ya'ni siqishga harakat qiladi. Bu yerda qisish ugrilari umuman mumkin emas, chunki qisganingizdan keyin u yerda chandi qolishi mumkin yoki ikkilamchi dog' qolishi mumkin. Uni ketkazish juda ham qiyin hisoblanadi. Ko'pchilik ugrini davolashga harakat qilishadi. Ko'pchiligimiz demak borib ichaklarni yuvdiramiz, ichaklarni tozalaymiz. Bu narsalar ugri ketishiga yordam bermaydi. Yoki ba'zi birlarimiz eski metodlar bilan, ya'ni qon almashtirish kabi narsalarni qilamiz. Qon almashtirish avval yordam bergan, lekin hozirgi vaqtda qon almashtirish metodikasi ugrini ketkazishga yordam bermaydi. Va hamda ba'zi ayollarimiz, qizlarimiz faqat yuzdagi uxodlar bilan ugrini ketkazishga harakat qilishadi. Uxodlarni o'zi bilan ugrilar ketmaydi. Uxod qilganingizda to'g'ri yog'dagi yog' bezlari ozroq normal ishlash boshlaydi, lekin baribir ugri sizda yana qayta chiqaveradi. Endi xo'sh, so'rashingiz mumkin, qanaqa lecheniya qilishimiz kerak, nima qilishimiz kerak? Bu yerda biz ugrining darajasiga qarab etapma-etap lecheniya qilamiz. Demak, biz birinchi etapda agar yallig'lanishlar bo'lsa, ya'ni yiringlar bo'lsa, yiringlarni pasaytiramiz. Bu yerda asosan ichiladigan, sotiladigan dorilar bilan lecheniya qilamiz. Yallig'lanishlari ketgandan keyin, yiringlar pasaygandan keyin ugri chiqishi to'xtamagan bo'ladi, faqat ustidagi yiringlar ketgan bo'ladi. Bu yerda biz keyingi etapda yog' bezlarining faoliyatini pasaytirishga o'tishimiz kerak bo'ladi. Yog' bezlarining faoliyatini pasaytirishga bu yerga retinoidlar yordam beradi. Retinoidlar ikki xil bo'ladi: sistemli retinoidlar hamda местный retinoidlar bo'ladi. Местный retinoidlar ugri kasalligining birinchi, ikkinchi darajalariga effekt berishi mumkin, lekin ko'pincha 3-chi, 4-chi darajalarda o'sha effekti kamroq bo'ladi. O'shaning uchun 3-chi, 4-chi darajalarda yoki ba'zi holatlarda ikkinchi ustuvchi formalarda bu yerda sistemli retinoidlar qo'llaniladi. Sistemli retinoidlar bular tarkibida vitamin A saqlovchi dorilar bo'lib, bular yog' bezlarini bloklashga, ya'ni faoliyatni normallashtirishga yordam beradi. Bu dorilarni kumulyativ doza bilan, vrach tavsiyasi bilan ichishingiz kerak bo'ladi. O'z boshimchalik bilan borib aptekadan olib icha olmaysiz. Va siz sistemli retinoidlarni bir necha oy lecheniya qilganingizdan keyin bu kasallik remissiyaga kiradi. Faqat bu dorilarni обязательно albatta vrach tavsiyasi bilan ichish kerak bo'ladi. O'shanda sizda nojo'ya ta'sirlar bo'lmaydi va siz kerakli bo'lgan dozani yig'ib effekt olasiz. Endi ugrini lecheniya qilib bo'ldingiz, ugrilaringiz to'liq ketdi, lekin siz avval qisgan ugrilaringiz yoki sizda katta chiqqan ugrilar bo'lsa, o'sha joylarda izlar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bularni ham ketkazsa bo'ladi. Bunaqa narsalar, chandiqlar sotiladigan yoki ichiladigan dorilar bilan ketishi qiyin hisoblanadi, ketmaydi. Bu yerda asosan
kosmetologik protseduralar orqali bularni ketkazsa bo'ladi. Ikki xil yo'li bor. Birinchisi bu lazerli shlifovka, ikkinchisi bu mikro needling, ya'ni mikro igol RF hisoblanadi. Lazerli shlifovka bizning mintaqaga uncha to'g'ri kelmaydi, chunki bizda aslida quyosh hisoblanadi. Yilni 2 oy yoki 3 oyi asosan qish bilan o'tadi. Hamda lazerli shlifovka 3-4, ya'ni qoraroq bo'lgan, temniroq bo'lgan odamlarga qilinsa, postfosfatizm giperpigmentatsiya, ya'ni dog' paydo qilish ehtimoli bor. O'shaning uchun lazerli shlifovka effekt beradi, lekin bizning mintaqaga uncha to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi yo'li bu mikro igol RF hisoblanadi. Bu yerda mikro igolkalar teriga kiradi va terida kollagen, elastin hosil bo'lishini tezlashtiradi. O'zi ikkala muolaja demak, lazerli shlifovkada ham, mikro igol RFda ham bularning vazifasi terida kollagen, elastin hosil bo'lishini ko'paytirib, shuni hisobga terini qaytadan tiklashga yordam beradi. Faqat bu yerda lazerli shlifovka sizni teringizni kuydiradi. Mikro igol RF esa maxsus ignalar teriga kirganligi sababli terida o'zida mikro travmalar berib, terini kuydirmasdan kollagen, elastin hosil bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. O'shaning uchun agar sizda chandiqlar bo'layotgan bo'lsa, mikro igol RF degan protsedurani olsangiz yaxshi effekt beradi. Faqat bunaqa muolajalar bittada emas, 3 marta, 4 marta etap-etap qilishingiz kerak bo'ladi. Endi ugri kasallikni davolashga qancha vaqt ketishi mumkin? O'rtacha, demak, agar biz birinchi etapda vоспаление olsak 15-20 kunlar ketsa, undan keyin biz yog' bezlarini faoliyatini pasaytirishga o'tsak, yog' bezlari faoliyati bu vaznga qarab pasaytiriladi. Vaqt ketadi. Menga o'rtacha 6 oy, 7 oy, 8 oy yoki ba'zi holatda 10 oy, 1 yilgacha ham ketishi mumkin. Chandiqlarni esa siz yog' bezlarini to'liq kichraytirganingizdan keyin 6 oy o'tsa agar chandiqlar bo'yicha lecheniya olsangiz bo'ladi. Bu yerda hammasi etap-etap lecheniya qilinadi. Ba'zilar aytadiki, menda hozir ugri uncha ko'p chiqmayapti, lekin haftada bitta 2 marta chiqadi. Faqat yuzimda chandiqlarim bor. Chandiqlarga lecheniya olsam bo'ladimi? Olsangiz bo'ladi, lekin shunaqa tomoni borki, siz hozir chandiqlarga lecheniya olasiz, chandiqlaringiz kamayadi, lekin sizda agar ugri yana chiqayotgan bo'lsa, meni maslahatim birinchi ugri chiqishini umuman to'xtatib, kichraytirib, undan keyin chandiqlarga lecheniya olsangiz bo'ladi. Endi shuncha gapirdingiz, shuncha aytdingiz, lekin dorini aytmadingiz, qanaqa dori ishlatsak bo'ladi deb yozishingiz yoki o'ylashingiz mumkin. Qarang, bu yerda ugrining darajasiga qarab biz lecheniya qilamiz. Agar sizda birinchi daraja bo'layotgan bo'lsa, u yerda siz Cleanzid yoki Cleantopy degan gellarni bir kunda bir mahal kechqurun faqat chiqqan ugrilar ustiga nuqta-nuqta qilib surtishingiz mumkin. Lekin sizda agar 2-chi, 3-chi, 4-chi darajalar bo'layotgan bo'lsa, bularni o'zi yetarli emas. Bu yerda asosan ichiladigan dorilar ham kerak bo'ladi. Endi aytishingiz mumkin, birdan aytib keting, o'sha dorilarni qanday ichsak bo'ladi, qanchadan ichishimiz kerak? Bu narsa hammasi individual, ya'ni biz yuzingizni holatini ko'rishimiz kerak, yoshingizni ko'rishimiz kerak, vaziningizni bilishimiz kerak. Shunga qarab etap-etap lecheniya qilinadi. Hammada individualni. Masalan, 15 kunlik dorilar yozib beraman sizga, 15 kundan keyin holatingiz boshqacha bo'ladi. Undan keyin keyingi etapga lecheniya qilamiz. Ya'ni bu narsa hammasi odamning individual lecheniyasi hisoblanadi. Hammaga har xil tarzda lecheniya qilamiz. O'shaning uchun agar sizda 2-chi, 3-chi, 4-chi daraja bo'layotgan bo'lsa, siz internetdan qanaqadir kremlarni izlab yurmang. Siz albatta vrach shifokorga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunga qadar 10 mingdan ortiq bemorlar tuzalishiga sababchi bo'lganmiz. Mana bu yerda men natijalarni qo'yib boraman. Mana bu davo posli holatlari ko'rishingiz mumkin. Og'ir holatlarim bor, o'rta darajalarim bor. Hammasida rezultatlar bo'lgan. Ko'proq natijalarni ko'rishni istasangiz, описание Telegram silkamni, ya'ni linkini qoldiraman. O'shaga o'tib ham ko'proq natijalarni ko'rishingiz mumkin yoki meni Instagram sahifamda ko'rib ham natijalarni ko'rishingiz mumkin. Agar siz ham yoki sizning farzandlaringiz mana shu kasallikdan ancha vaqtdan beri qiynalib yurgan bo'lsa, siz nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, men o'zim Samarqand shahridagi hozirgi vaqtda Royal Med klinikasida ishlayman. Shu yerga kelsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam, agar menga kela olmasangiz, onlayn tarzda murojaat qilsangiz bo'ladi. Onlayn qanaqa bo'ladi? Offlayn bilan u bir xil o'zi. Menga Telegramdan rasmingizni tashlaysiz, yuzingizni holatini ko'raman, savollarimni beraman. Agar siz onlayn konsultatsiyaga to'g'ri kelsangiz, onlayn konsultatsiyaga olaman. Agar to'g'ri kelmasangiz, ya'ni onlayn iloji bo'lmasa agar, qabulimga keling deb aytaman. O'shaning uchun bu kasallikni o'z vaqtida davolash kerak. O'z vaqtida davolamasangiz, keyinchalik asoratlari, ya'ni chandiqlari qolib ketishi mumkin. Chandiqlarni davolash oson ham emas, hamda u narsa qimmat hisoblanadi. Agar onlayn konsultatsiyaga yozilishni istasangiz, quyidagi Telegram profil orqali menga murojaat qilsangiz bo'ladi. Demak, manzilimiz Samarqand shahri, Mahmud Qo'shqoriy ko'chasi 84-uy, Royal Med klinikasi. Mo'ljal Royal Hall restoran yonida. Agar manzilni topishga qiynalsangiz, mana shu raqamlarga ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar sizda bironda qiziqarli savollaringiz bo'layotgan bo'lsa, kommentariy yozib qoldiring. Buni nasib bo'lsa keyingi safar video tarzida qo'yib chiqaramiz. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, pastda like tugmasini va podpisatsiya bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.